Bugun sizlar bilan komandalarni o'rganamiz. Barchaga salom bolalar. Hammangizga salom. Sizlar bilan Solih Shoh va sizlar bilan bugun qisqacha gap. Agar shunday videolar chiqishini istasangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas bugungi videomiz qisqacha bo'ladi va ba'zi komanda bloklar haqida. Qanday komanda desa beradi ularni chatda ayniqsa. Hozir tushuntirib o'taman. Xullas biz mana kreativda templalar, ya'ni yer ochib oldik. Xullas. Ana unda yoziladi. Oddiychasiga chiziqcha gives command block. Mana shu tartibda yozib olgan bo'lsalaring, buni chatga chiqarsalaring, sizlarga command block beradi. Va bu command blockni ham 3 xil turi bor. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Buni ham 3 xil turi bor. Xullas ichidan qilsa ham bo'ladi. Hozir chatda sal esimdan chiqib qoldi. Mana chain degan turi bor. Mana bunday rangda ko'rinishda bo'ladi. Repart bor. Bu doimiy aktiv. Mana doimiy aktivga o'tkazib qo'ysa komanda doim o'zi ishlatib turadi. Hamma ba'zi komandalar bilsa kerak, mana bu yerda kreativ operator bo'lganda chiziqcha chiqib turadi. Teleport, time, ob-havo shu kabilarni ham bu blok bajarib turadi. Masalan, vaqt bo'lsin, day, ya'ni kun, har doim kun bo'lsin degani. Mana u havoringni ichiga terib har doim aktivga qo'yib qo'ysa, kundan siljitmaydi vaqtni. Oddiy komanda, hamma bilsa kerak. Agar yana shunday videolar chiqishini istasalang va buni hali to'rtta davom bo'ladi. Like va obunani unutmanglar. Shuningdek, xayr.